Bo'lay desang mustaqil, kvartirani ikkita qil. Mana azizlarim, sizlar uchun Grez mahallasidan 2 xonali kvartira topib qo'ydik. Arenterga keladigan bo'lsak, shundoqqina davlat bog'chasini yonginasida joylashgan. Qanunda ko'ramiz. Ketdik. Mana azizlarim, xonadonimizga kirib oldik. Ko'rib turganingizdek, prixoshka qismi uzun, chiroyli, remontlari zo'r holatda. Shundoqqina kirganimizda o'ng qo'limizda zal qismi, zalimiz chiroyli, remontlari yaxshi holatda. Bu yoqda yumshoq mebellarni olib kelib qo'yib qo'yilgan. Konditsionerlarimiz bor. Undan o'tganimizda bu yoqda to'g'rida tualet vannasi joylashtirilgan. Undan o'tganimizda bu yoqda oshxona qismi ko'rib turganingizdek yaxshi holatda chiroyli qilib mebellarni o'rnatib qo'yilgan. Xoladenliklar, bu yoqda avtomat kir mashinalari bor. Undan o'tganimizda bu yoqda spanli qismi. Spanlimiz ham ko'rib turganingizdek yaxshi, zo'r holatda, remontlarini o'zingiz ko'rib turibsiz. Mana shu uyda ko'rib turgan hamma mebel texnikalari tashlab ketiladi. Mana azizlarim, xonadonimizni ko'rib chiqdik. Ko'rganingizdek remontlari zo'r holatda, bitta oila kelib maza qilib yashaydigan. Bu uyimizda ko'rgan hamma mebel texnikalari tashlab ketiladi. Bu uyning egalari narxini 23.500 etib belgiladi. Pastda opsiyaniyada raqam qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Va Grezdan 2 xonali kvartira qidirib yurgan tanishlarga bu videoni yuborib qo'yamiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang.